pokiza qalb. Bir insonning qalbi pokiza bo'lsa, zo'r sarmoyasi. Bu qalb bilan zo'r hayot kechirsa bo'ladi. Oxiratni diyorini sotib olsa bo'ladi bu sarmoya bilan. Astagfirullah. Yawma la yanfa'u malun va la banun illa man atalloha biqalbin salim. U kunda deydi Alloh taolo. Qaysi kunda? Na molu davlat va na bola chaqa foyda bermas. Magar nima foyda beradi? Alloh huzuriga toza dil bilan kelgan kishilargagina mana shu toza dillari foyda beradi. Haqiqiy foyda ko'rish qiyomat kunida bo'ladi. Haqiqiy ziyon ko'rishlik qiyomat kunida bo'ladi. Qiyomat kunidagi haqiqiy foyda kimga tegar ekan? Pokiza qalb egasiga. Alloh taolo qalblarimizni poklasin. Uning uchun Alloh taologa qattiqroq bog'lanaylik, birodarlar. Banda Allohga iqbol qilar ekan, Alloh azza va jalla uning qalbini poklaydi.